Assalomu alaykum, siz bilan Ravshan Teplomayster. Bugun esa Nero jamoasida yangi kelgan instrumentlar haqida gaplashamiz. Endi qaysi biridan boshlashni ham bilmay qoldim. Kichkina stolga hamma instrumentlarni ham sig'dira olmadik, lekin sig'dirganimiz ham kam emas. Bugungi videolardan boshlaydigan bo'lsak, menimcha portativniy nima deydi, shogird haqida gaplashamiz. Bu diski yoningizda olib yuradigan, xohlasangiz shu rezinkalarni almashtirib, ya'ni chiqarib tashlab, stolga qotirib ham ishlasangiz bo'ladi. Ko'pincha bu двойной komplektda sotiladi. Nakatka bilan. Nakatka nima deganda, nakatka aynan ba'zilarda biz paklalar bilan ishlaymiz va paklada bilsanglar, rezbalarimizdan, ya'ni latuр rezbami, u qanaqa nержавейка rezbalarda bo'ladi, ular nima qiladi? Ular sirpanib ketadi. O'shaning uchun aynan shu nakatka kerak bo'ladi. Qotirib olib, nargi diskiga rezbalarimizni qotirish shart emas, shunda ushlatib qo'ysak bo'ldi. Ushlatib qo'yib, qotirgan narsani buralgandan keyin aynan shu kabi video davomida ko'rasizlar, rezbalarni, ya'ni rezbalarda ariqchalar bemalol sizga ochib beradi va ishlashingizga qulay bo'ladi, chunki sizni o'ragan paklalaringiz joyidan, shu kerakli ariqchalardan chiqib ketmaydi. Aynan ushlab turish uchun shu Neroda instrument kelgan, bittasi shogird, ikkinchi qo'l va bittasi nakatka. Aynan rezbalardagi nasechkani ochish uchun. Narxlar zo'r, hamyonbop. O'zi Neroda hamma narsa hamyonbop, bilganinglardek. Keyin mayda-chuyda instrumentlarga keladigan bo'lsak, aytaylik, oddiy shu kichkina shestigrannik naborlardan boshlaymiz. Shestigrannik naborlar bizga o'zi juda ko'p kerak bo'ladigan instrumentlardan bittasi. Shuning uchun Nero jamoasida masalan, mana kichkina shestigranniklardan buni aytgancha uzunroq varianti bor va xohlasangiz sal kattaroq variantlarimiz. Bu shestigrannik qilishlarimz kattaroq variant, kattaroq joylarda ishlatiladi va o'zini mana shunaqa stakanchigi bor. Bemalol o'ziga tiqib olib, yo'qotmaslik uchun, yoningizda olib yurish uchun bir qulaylik ham qilingan varianti. Shestigranniklarga keladigan bo'lsak, 3-4 xil varianti bor va ya'ni ustalarga juda kerakli instrumentlardan bittasi. Albatta, Neroda bor. Shunaqa qutilarda bo'ladi, agar ko'proq olaman desangiz. Va endi biz ko'pincha pichoqni ham ishlatamiz. Masalan, oddiy eng kichkina pichoqdan boshlaylik. Pichoq kichkina ko'rinishi mumkin, no juda og'ir, sababi orqasi butunlay temirdan qilingan ekan. Endi temirdan qilingan narsa bilsanglar, ancha yil xizmat qiladi, tushib sinib ketish ehtimoli bo'lmaydi va вообще undan tashqari sizga qanaqadir bo'ldi professionalniy variant deb o'ylayman. Ishlashi, orqaga qaytib ketmaslik bo'yicha biz ham ishlatamiz obyektlarga, ustalardan va shogirdlardan so'radik. Qanday sifati, o'zimiz ham yaxshi zavoddan zakaz qilganmiz deb biz borib sifatli Yevropa va Amerikaga kerak bo'lsa ishlab chiqaradigan zavodlardan shunaqa eng kichkina pichoq bo'lsa ham o'shalardan erinmasdan zakaz qilib kelamiz. Va zakaz qilayotganda albatta donalab zakaz qilmaymiz, biz konteynerlab zakaz qilamiz. O'shani hisobiga narx ham tushadi va ustalarga va umuman manimcha sotuvchilarga ham hamyonbop bo'lish uchun. Endi biz santexniklar ko'pincha shunaqa pichoqlar ishlatamiz. Bu pichoqlarni ham sifatini, o'sha reputatsiyasini bilamiz. Biz ustalardan eshitganmiz, qaysi biri qanaqa ishlashini. O'zi aslida juda ko'p pichoqlar bor edi va ular saralanib, elaklanib, yo'q bo'lib ketgan ko'pi. Faqat shu ustalar tan olgan pichoqlarni qoldirganmiz. U ham 4 ta 5 ta variant qolgan. Mana shu eng oddiy varianti ham plastikli butunlay. Shu ham juda yaxshi reputatsiyaga ega bo'ldi. Bular ko'pincha mana bunaqa qutilarda sotiladi. Agar ko'rsangiz do'konlarda bemalol qo'rqmasdan olishingiz mumkin. Xavotirga o'rin yo'q. Bu pichoqni olib, xudo xolasa, ancha obyektlarda ishlatasiz, lekin bizda obyektlarda yaxshi narsalar nima bo'lib qoladi, ko'pincha yo'qolib qoladi. Shuning uchun narxi bemalol arzon kelib yana olib ketishingiz mumkin. Hali avvalambor yo'qolmasin. Mayda narsa bo'lgani uchun yo'qolib qoladi ba'zilarida. Xolos, pichoqlar variantini ko'rdingiz. Kichkina nima uchun desak, menimcha bu shu elektriklarga va umuman banerchilarga zo'r variant bo'lsa kerak. Chunki biz santexniklar ko'pincha kattaroq pichoq bilan ishlaymiz.
Qo'lga yaxshi ushanish kerak, baquvvat bo'lish kerak, rezinka bo'lish kerak. Tepadan lesa 3-4 qavatdan tushganda sinib ketmash kerak. Neroda bu variantlar bor. Albatta, yonimizda olib yurish uchun bitalarni, ya'ni nasatkalarni har xillari bor. Bu bemalol mana qo'yib olasiz. Xolos, ya'ni oddiy nima deydi? Qisqich. Tepada yo'q, qayerdadir ishlatayotganda ham patolog gipsokarton qo'yayotganda ham bemalol yonidan olib, tepasidan sifatli P2, S2 variantli bitalarimiz ham bor. Bu eng mayda instrumentlardan bittasi hisoblanadi. Xohlasangiz uzunroq varianti. Va albatta narxini va sifatini ko'rib hayron qolishingizga aminman, chunki men o'zim ham ishlatyapman obyektlarimga. Bemalol Nerolardan shu narsalarni yig'ib ketsa bo'ladi. Arzimagan pulga. Men yaxshi ko'radigan instrumentlarga keladigan bo'lsak, injenerkada, ya'ni issiqlik tizimida ishlatamiz. Bu aynan faska snimatel, ya'ni kalibrator deymizmi, har xil kim qanaqa deydi. Bu faska snimatel degani tashqi va ichki rezbalarni rezba emas, tashqi va ichki faskalarni yechib beradi, chunki biz fittinglar bilan ishlatayotganda yoki kran farqi yo'q. Press fitting, aksiarniy fitting. Mana shu fittingimizni tiqib olish uchun bizda sal ochilish uchun spesial oldin qo'g'irchoq ishlatiladi. Bu vazifasi bu nasatkani. Bu ham ochib beradi, ham ichki va tashqi faskalarini yechadi. Va undan tashqari tekislab beradi. Kerak emas bo'lsa 1-2 sm pichoqni yoki qaychini olib kelmasdan o'zingiz bitta itarib 2 sm-ni bemalol olib tashlaysiz. Muammosiz yo'q. Va nima deydi? 10 mingtacha fittingga yetar ekan. Bu O'zbekistonni aylanib kelgan. Ya'ni O'zbekistonni aylanib kelgan, biz nechta seminar qilgan bo'lsak, hamma ishlatgan, ranglari ham o'chib ketgan, Nero yozuvlari zo'r ko'rinib turibdi. Aynan shu variant bo'ladi. Haligacha yengida ishlab kelyapti. Aytgancha bu brend aynan серьезный европейский brendlarga ishlab chiqarib beradigan kompaniya. O'shaning uchun narxi ham bunaqa arzon emas, qimmat emas. Endi bilmadim. $20 qimmatmi, arzonmi? Shuni ham kommentarlarga yozing. 10 mingtachaga fittingga yetadigan variant. Albatta ruchnoylari ham bor. Bu eski qo'g'irchoqqa o'xshaydi, расширение beradi, ya'ni va undan tashqari ichki faskasini ochib beradi. Va bu treshotkali. Buni treshotkali va treshotkasiz variantlarimiz bor. Ya'ni buni sifati ham o'ta baland. Metali o'sha servi juda baquvvat metaldan qilingan bo'ladi. Ya'ni bir marta olib ancha yil xudo xolasa ishlatiladigan variant qilib ishlatilgan. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi bunaqa instrumentlarni. Endi keyin variantli mana shu turbani qo'limga olganda esimga kelib qoldi. Bizda o'sha Neroda bilsanglar, o'zi hamyonbop truba giplar ham kelgan. Bu mana bu eski variantimiz. Отдельный ushab qo'yilib egiladigan varianti. Bu birinchi variant hisoblanadi. Buni o'zi ko'plar taniydi va nimaga taniydi? Bu hamyonboplik bilan taniydi. O'ta qalin, o'ta sifatli, o'ta og'irroq qilingan va arzon qilingan varianti. Chunki nima deydi? Dostupniy, ya'ni hamyonbop. Shuning uchun bu va ikkinchi variantimiz bu o'zida, ya'ni o'z komplektida kelayotganda albatta bu ruchkasi yechilib keladi. No ishlayotganda buni ruchkasini отдельный taqish kerak emas, birinchi variantga o'xshab. Buni bemalol mana shu variant ko'rinishda bo'ladi. Ishlatayotganingizda ham juda qulay. Hamma joyga qo'yib olib, kerakli joyga qo'yib olib qistiriladi va bukiladi. Radius izgibi ham katta emas. Ya'ni любой joyda ishlata olasiz. Va buni fishkalardan bittasi, fishka degani afzallik taraflaridan bittasi bu ham etiklik o'girib, etiksiz chap tarafdan o'ng tarafga yoki bu tarafdan o'girib, o'ng tarafdan chap tarafga srazu nimani yechmasdan, to'g'irlamasdan ishlata olasiz. O'sha taraflari juda qulay deb o'ylayman. O'shaning uchun ham zakaz qilingan bu narsa. Bu ham reputatsiyasi ustalar ichida juda yaxshi. Narxlari ham hamyonbop.
Va endi aytaylik, bunaqa instrumentlar juda ko'p o'z aslida. Oddiy ruletkaga keladigan bo'lsak, Nero ruletkasi aynan shu zavodda bo'sh ruletkasi ham chiqargan. Va buni ishlatgan aynan mana shu ruletkani eslab qolinglar, usti plastikli bo'ladi. Aynan shu variant ustiga haqiqatan yoqdi. O'zi 5-6 xil ruletka bo'lardi. Ular ham elaklanib, saralanib, chirtilib, o'sha varianti, sifatli varianti qoldirilgan. Aynan ruletkalarga keladigan bo'lsak, bu ham bir marta, ya'ni kelib bitta normal komplekt yig'ib keta olasizda siz. Va endi har xil, mana bunaqa nasatkalar deymizmi yoki mana bunaqa naborlar deymizmi, bu alyuminli, temirli, ich qatida plastik yo'q. Shunday cho'ntagingizda brelok olib yuradigan variantlar ham bor. Instrument bo'yicha o'zi juda ko'p. Aslida hozir ko'rayotgan juda eng kichkina, ya'ni Nero jamoasining eng mayda-chuda instrumentlarini ko'rsatdim. Uni video qiladigan narsalarimizga keladigan bo'lsak, video o'zi tugallanmaydi. Chunki 7000 ta naiminovaniya bor. Bular bu stolga sig'maydi. Sekin-sekin shunaqa videolar olib turamiz. Agar qanaqadir qiziqarli savollar bo'lsa, bemalol kommentariylarga yozib keting. Agar video qanaqadir qisman sizga yoqqan bo'lsa, laykingizni bitta ayamaysiz. Salomat bo'ling, siz bilan Nero jamoasi.